Akalar, ro'za tutgan bu faqat biz emas, ahillarimiz ham ro'za tutishyapti. Ahli yollarimiz, farzandlarimiz, singillarimiz uyda oyog'i uzatib yotib olib, ularni kayfiyatini buzish kerak emas. Bu ishlarga qarashish kerak. Peshindan keyinlab bizga iftorni tayyorlashga harakatni boshlashadi, to'yinki iftorgacha bo'shashmaydi. İftorlikni qilib, xufton namozini o'qib, bir 3-4 soat uxlamasdan keyin yana nima saharlikni tayyorlashga harakat qilishsa, kunduzi uy ishlari, kirimizni yuvish, nonimizni yopish, ana 3-4 ta bolaga qarash, o'zi 3-4 ta bola bilan ertalabdan kechgacha uyda qolgandan ko'chaga chiqib olib beton qo'ygan yaxshi, yer chopgan yaxshi kechgacha. Muborak oyda bizlarga iftorlikni tayyorlab beryapkan. Shirin uyqularini buzib, kechasi bilan uxlamasdan saharlik tayyorlayotgan opa-singillarimizga Allohning jannati bo'lsin. Alloh taolo jannati bilan xursand qilsin onalarimiz, opa-singillarimiz. Oysha onamizdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uyidagi ishlari to'g'risida so'rashadi. Oysha Siddiqa radhiyallohu ta'ala anha onamiz aytadilar-ki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uy ishlarida bizga teppa-teng qarashardilar deydi. Rasululloh uy ishlarida onalarimizga qarashardilar. Ramazon oyida endi shu darajada mehr, muruvvat, mavoddatli bo'lib ketadilar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Bugun Ramazon oyida onalarimizga yengillik qilish, qarashish ularga